Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqiga mana bugun Playmaster Pro kanalida xush kelibsiz. Mana bugun sizlarga butun O'zbekistonda 12 ta viloyatda televizorning qanday bo'lishida qat'iy nazar yangi chiqqan Android bo'ladimi, oddiy televizor bo'ladimi, hammasini terishini o'rgataman. Bir boshidan o'zim shu ustaman, televizor kanal teraman, sozlayman. Noldan o'rgataman. Shu har bir kishi, har bir fuqaro, O'zbekiston fuqarosi har bir televizorni o'zi sozlaydigan darajada o'rgataman. Diqqat, mana videoni oxirigacha ko'ringizlar. Video yo'qsa obuna bo'lib like bosib ketingizlar. Men sizlarga o'rgataman. Faqat shu obuna bilan like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Menga yordam qilingiz shu. Hozir rosa ko'p O'zbekistonda televizor kanali buzilib qoldi, kanal terilmayapti, DTV chiqmayapti, menga zo'rtib chiqmayapti. Men masalan o'zimiz mahallada televizor buzilsa qanday sozlayman, hammasini o'rgataman. Bemalol o'zim sozlaydigan darajada men sizga hozir o'rgataman. Hozir men uyimda oddiy televizor, Android masa, YouTube ularni yo'q ichida. Men birinchi navbatda masalan o'zimiz mahallada ham televizor buzilsa chaqiradi, boraman. Birinchi qiladigan ishim farqi yo'q. Menga televizorning umuman qizig'i ham yo'q, farqi yo'q. Bir televizorga boraman. O'zimning sozlaydigan uslublarim bor. Shu yo'nalish bo'yicha sozlayman. U menga umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Bir televizorni sozlab kanalni terib ketaman. Men birinchi navbatda boraman, televizor qanday holatda turibdi. Shu holatda televizor javob beraman. Bir knopka bosib bergan bo'ladi. Mana hozir bir televizor, Samsung televizor. Mana shu knopka bor. Surisi degan knopka bor. Surisi degan knopkani bosasiz. Bizga endi bo'limlar chiqarib beradi. Kirish manbalar chiqarib beradi. Mana bizda DTV dan oladi. Hamma televizor, O'zbekistonda любой televizorda mana DTV dan oladi. DTV. Xohla Android bo'lsin, xohla Amerikadan kelgan bo'lsin televizor, xohlasin u smart bo'lsin, farqi yo'q. Hammasi DTV tuner bor, shundan oladi. Endi menga berilgan savoldan bittasi, ko'p berilgan savoldan bittasi Xorazmning kodini aytib bering. Andijonnikini aytib bering. Surxondaryonikini aytib bering. Toshkentnikini aytib bering dedi. Endi sizlarga chasta kodni aytaman, endi tushuntiraman. Mendan hozir men tilda men rus tiliga qo'yib olay, hammaga tushunarli. Mana pultda knopkasi любой televizorning yozish qolsa yo'qotadi. Mana bizga endi menu knopkasi kerak bo'ladi. Menu knopkasini bosamiz. Bosamiz. Endi avto nasrika deyapti. Bu masalan siz antennani ulab qo'ysangiz bu yoqqa, avto nasrika tersangiz, avtomatik kanal teradi. O'zi chastani kodini chiqaradi, o'zi avtomatik kodni tovib teradi.
navbatdagi signal to'lqin bo'lmasa, u terolmaydi. Shuning uchun bizga menuni bosamiz. Ro'shniy nastirlikka DTV kiramiz. Bizga shu kerak. Men qo'ytiraman. Men tushuntiraman. Men birdan to az ko'raman. 5, 8, 21 mana qaytiraman. Mana birdan mana shu O'zbekistonning Rubbay 68 ta kod bor ekan. 68 ta kod, 69 tami? 69 ta kod bor ekan. Masalan, O'zbekistonda nechta viloyat bor? Viloyatda nechta televizorga qo'yilgan? Mana antenna, DTV televizorgasi nechta qo'yilgan? Masalan, bitta mahallaga 2 ta qo'yilgan bo'lsa, 2 ta. Ani chassasi 2 ta bor. Shu masalan, men yerda men hamma viloyatni tumanlarni bilmayman, lekin har bir masalan bitta Surxondaryoning chassida kodi bitta emasda, masalan har bir mahallami qishloq deymiz-ku, qishloqda har bir qishloqqa, 2 ta qishloqqa bitta qo'yib ketgan televizorni, ana shunga bittadan chassida kod qo'yib ketgan. Endi uni har bir chassani bilmayman, shuning uchun buni bilib olish uchun birinchi sizda bo'ladigan narsa, birinchi avtomatik nastroyka qilib, mendan DTV qo'yasizlar. DTV qo'yib, okni bosasiz, teradi. Avtomatik tergandan keyin kanal navbatda chiqmasa, sizdan bitta imkoniyat bo'ladi, borib qo'shningizning uyida, uyingizda 2 ta televizor bo'lsa, borasizda, mana meni knopkani bosasiz. Любой televizor, xoh smartfon bo'lsin, xohlang Android bo'lsin, xohlang LG bo'lsin, televizor farqi yo'q. Просто meni bosasizda, menda kanal deganni bor. Hammasi buni antennasi bor. Endi kirasizda, mana to'xtam yaxshi ishlamayapti. Endi shunday ko'rsatib turgan bo'lsa, o'zi menda 22, 25, 30, 46, 68 deb chiqadi menda chassasi. Mendagi signal to'lqin chiqadi. Ana shunday kelib, siz uyingizda kelib shu televizorga shu kodda bo'lsa, shu kodni shunday qo'yasizda, keyin aloqalasiz. Keyin antennani u yoqqa qimlatasiz. Antenna Wi-Fi qimlatganingizdan keyin pastdan yashil signal chiqadi. Signal chiqdi, okni bir bosasiz, kanal teradi. 18 ta, 21 ta, 25 ta kanal teradi. Kanal tergandan keyin bo'ldi. Yana bitta masala, navbatdagi ko'rsatmasa, shunday ham siz televizorni olib shu ko'rsatib turgan qo'shningizga ko'rsatib turgan televizorning qo'shimcha xonada televizor bo'lsa, shunga buni qo'yib, uning antennasini ulab, bunda avto nastroyka qilib tersangiz, o'zi avtomatik kanal teradi. Uyga kelasiz, televizor qo'yasizda va antennani tig'ib, shunda antennani qimlatasiz. Shunda ham ko'rsatmasa, kanalda bo'lib turib televizor ko'rsatmasa, demakda antenna bor. Mana. Yaxshi ko'rinmayapti. Mana ko'rin. Sochim bilan g'ida massa bor. Sim bilan massa o'rtada simga tiyib qolsa, bir tolasi tiyib qolsa, televizor ko'rsatmaydi. Keyin bir xillar bor, tushunmaydi-da, sochim bilan buni simni qo'shib bo'lib tashlaydi. Bu aslo televizor ko'rsatmaydi, signal antenna chiqarmaydi. Masalan, telefonga antenna chiqsa,
telefon qilolmaysiz, shunday gap. Navbatdagi uyda xonadonda ko'rsatmasa, antennani tashqariga chiqarib, ko'rib, televizor kanal terish mumkin. Qaysi viloyatda, qaysi ilovda tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Televizorning umuman farqi yo'q, qizig'i yo'q. Qanday televizor bo'lishida qat'iy nazar shu kanalga kiriladi, ro'shnoy po'stda teriladi, DTVda ko'rsatadi. Shuni aslo esdan chiqarmangizlar, bo'ldi. Shu boshqa sigaretniya bir iloji yo'q buning. Farqi yo'q. Keyin yana qaysi televizor kanal terishni qiynalsalaringiz, ochsalaringiz, men shunga qarab yordam beraman, video qilaman. Va yana bir Sputnikda bir saytda oldin bilardik, ichasida kodi bo'lardi. Navbatdagi uni topib qo'ysam, har bir Surg'on O'zbekistonda любой televizorning ichasida kodini men topib, keyin sizlarga aytaman. Hozir juda foydali bo'ldi degan umiddaman. Endi mana antennani har bir to'rtburchak antenna любой uyda bor. Antennalaringizning ichidagi shtiker yaxshilab e'tibor berib, massa bilan o'rtadagi sim plyus qo'shilib qolmagan bo'lishi mumkin. Shuni tekshirib qo'shilib qolgan bo'lsa, televizor kanal ko'rsatmaydi, signal chiqmaydi. Shuning uchun mana shuni asl tekshirib, yaxshilab qotirib, keyin buni shtikerning massasi, kabelning massasiga tegish kerak. Noyam yaxshi qotirilgan bo'lishi kerak. Keyin antennaning uchidagi minusi bir soch tolasidagi qo'shilib yotgan bo'lsa ham televizor ko'rsatmaydi. Shuni tekshirib qo'ysam, inshaalloh ko'rsatadi. Videomiz ko'p cho'zilib ketdi, shuning uchun televizorimiz ko'rsatib turibdi. Mana menu knopkasini bosaman. Mana endi men sizlarga aytdim-ku, endi qo'shnining televizorini ko'rsangiz, siz televizoringiz ko'rsatmayapti. Mana ro'shnoy menuni bosaman. Ro'shnoy nasriga DTVga kiraman. Mana kirdim. Mana avtomatik o'zi 21 ga chiqaryapti. Mana signal chiqib turibdi, mana chiqaryapti. Masalan, sizdagi 65 ya 58 bo'lishi mumkin. Shunday ko'rsatib turgan televizor shunday qo'ysangiz, o'zi chastasi kodini bilib olasizlar. Yani oson yo'li shunday. Yana bitta maslahat sizlarga yordam bo'ladi. Televizor shunday ko'rsatmasa, televizorni olib borib shu ko'rsatib turgan televizorga ulab, avtomatik post qilib tersangiz, kanal ko'rsatgandan keyin shu televizor asl joyiga qo'yib, o'zining antennasini qimmatlatib kanalga qo'yib, keyin antennani qimmatlasangiz ko'rsatadi. Bu oson bo'ladi sizlarga. Antenna chiqib ketdimi, ko'rsatib ketadi. Shunda ko'rsatmasa, televizorni antennani tashqariga chiqarib ko'ringizlar, tashqariga. Tashqaridan olish mumkin. Uyning ichida to'lqin yo'q bo'lishi mumkin. Shunday e'tibor berib, hammasini bir boshdan qilsangiz, o'zi har bir kishi o'zi televizorni terib oladi. Bu boshqa siri yo'q. Men shunday o'zim borsam shunday teraman. Ja ko'rsatmasa, borib ko'rsatib turgan televizorga kanalni teraman, boraman, antennani olayman-da, u yoqqa qimmatlataman, u televizor ko'rsatib ketadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, shunday
Bundan keyin ham shunday videolar chiqishini xohlasangiz, videoga obuna bo'lib, mayli deb layk deyman, layklar bosib, padisha qilib tasalaringiz, biz talab bo'lsa video chiqaramiz, talab bo'lmasa keyin video chiqarmaymiz. Shu etib, yana kimda qanday savol bo'lsa berishlari mumkin. Bemalol tilda ko'rsatmasa, bemalol yordam Telegramda yozsangiz, bemalol yordam beraman. Muammo yo'q. Oddiy qishloq bolasiman men. Oddiy qishloq bolasini bir padisha qilib qo'yamiz.